Xi Jinping bilan bu Putinninki bu ikki qo'shmoqlar hali bo'libmi Ukraina Rossiya urushidan boshlab yaqinligi ma'lum hamda Times Gazeti bu qatim Rossiyaning Amerikaning Venezuela harbiy harakatidan oldin xabar topganligini, ammo Xitoy bilan o'rtoqlashmaganligi sababli Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi tavranmas sherikchilik munosabatida yoshirin krizisning boshlanganligini oshkorladi. Bu haftadagi muhim xabarimizdan biri bu. Bununla bo'lgan bu ikkisining o'rtasida bu ikki ayiq ayrilish bosqichiga kelamdi degan. Yaqinqi bir vaqtda bunda ayrilish biraz qiyin. Bu ikki davlatninki arasında başka munosabatlar mı var? Misaliga iqtisod deymiz, tijorat deymiz, energiya, harbiy jihatda bularninki munosabatlar tega uzilgan emas. Devam qilyotidi. Faqat bu ikki davlatni mushunda zich bir ittifoqdosh holiga akilishninki bir muhim bir sabab o'zgaryotidi. Bu bo'lsa G'arbning bisimi. G'arb taraf her ikki davlatga bisim batdi. Hem qimmat qarash jihatdan, hem de bu tüzüm sistem, yani boshqarish tüzümü ve sistemi bilan munosabatlik bisim batdi. Xo'sh. O'xshash jihatdan kelgan bisimga qarshi ikkisi bir-birisi bilan yaqinlashishga sabab bo'ldi. Bayağı degandek Trump agarda dunyoninki shu mevcut tertiplerini, tüzümlerini agarda buzib başka bir tüzümge qarab mangdigan bo'lsa, bayağı bu ikki davlatni, yani Rusya ve Xitoyni yaqinlashtirgan, mecbur bağlagan o vaziyat, o sharoit yo'qoldi degan gap. Xo'sh. Yani uzun müddetde ikki davlatninki, yani Rusya ve Xitoyninki arasındaki bayağı degan siyosiy, iqtisodiy, tijoriy, energiya degan munosabatlarni balki burunqiga qaragan chog'da ojizlaydi. Hem de o'xshash rayonda ikki kuch Xitoyninki maqal tamsili bilan osmonda bir quyosh bo'lmaydi, yer yuzida ikki yo'lbars bo'lmaydi yoki ikki podshoh bo'lmaydi degandek, ashuna bir ahvolga kirishishi mumkin. Bularninki rayon xarakterlik ba'zi masalalarni bo'lishi mumkin. Xitoy Balkan rayonlarda, Sharqiy Yevropada ve O'rta Osiyoda xeli bir kuchi var. Bu bo'lsa Rusiyanınki arka bahçesi. Bu sebepten Rusya'nın mı Xitoyninki bu tirishchanligi Rusya'nı mı rahatsız kıldı. Şundaqla Rusya mı Asya Tinch Okyanus rayonundaki devletler bilan mı munosabatlarni taraqqiy qildiryotidi. Bu bo'lsa Xitoyni mı belki rahatsız qilish mumkin. Hindiston Pokiston munosabatlarni bu ikki cho'ng davlatni aloqador qildigan masalalar. Şununla kısa vadede bular bir mezgil devam kılıdı deb o'ylayman, ama uzun vadede bu ikki devletning arasındaki jiriklikler asta-asta başlaydı deb o'ylayman. Xo'sh, xo'sh.